Ha, harakat qilinglar, uni joylab qo'yinglar, keyin boshqa ish qilasizlar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, sizni Spitamen nohiyasida eng zo'r reklamachi, bloger deb eshitdim. Shu gap rostmi? Endi aka qo'ldan kelgancha. Ha, endi bitta eksperiment o'tkazyapmiz-da. Mana shu ruchkani reklama qilib bera olasizmi? Sota olasizmi bizga? Aka, siz ruchka emas, menga kattaroq gabaritli narsa taklif qiling, men sizga shuni reklama qilib beray. Masalan, Mana konditsioner. Mayli shu konditsioner sovutsin. Mayli isitsin. Boring ana pastsetga ham ishlasin, lekin ularni bir chekkaga surib qo'ying. Siz shu narsani uyingizga olib kirdingiz. Ota-onangiz sizni ko'rdi va faxrlanib o'zida aytmaydimki, meni bolam bu narsani men uchun olib keldi deb. Kuxniyada ayolingiz chiqib aytmaydimi, shu gapni kecha aytdim, bugun erim gapimni ikki qilmay